Assalomu alaykum parandash qo'zlari. Jasur fermer o'z kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bizda karantin boshlandi. Bu maskaga ahamiyat bermanglar. Avvalambor bu hazil do'stlar. Ko'pchilikni qiynaydigan bir nima deydi, savolga bir yechim qilmoqchimiz. Ko'pchilik tovuqxonada misol kanaga qarshi nima qilsak bo'ladi, nima dezinfeksiya qilsak bo'ladi deyishadi, mendan so'rashadi. Do'stlar, mana shuni vet aptekadan olganman. 5000 so'm turadi atiga narxi. 10 litr suvga yetadi. Mana shu apparatni ham eminni shu tovuqxonani, o'zimning o'simliklarimni doralash uchun oldim. 300 ming so'm atrofida turar ekan, juda qimmat narsa bo'lsa ekan, lekin hali ishingiz bitadi. Har doim o'zingizda bo'lgani yaxshi ekan. Do'stlar, mana shuni 10 litrga qo'shasiz. Xo'p, yetganicha hozir sepamiz. Sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman hozir do'stlar, ishlash jarayonini. Bismillah. 10 litr suvga tayyorlab olganmiz. Kecha o'sha bakteriya nimalarga dezinfeksiya qilganman. Bugun kanaga qarshi qilmoqchiman. Buni qilganingizdan keyin bir haftagacha tovuqxonangizga kana kelmaydi. Kelgan kana ham o'ladi faqat. Bir hafta o'tkazib buni yana bir marta qilish kerak. Nimaga desalaring, tuxumlari qoladi. O'shalar qaytadan chiqib yana ko'payish xavfi bo'ladi. O'shani hisobiga bir haftadan keyin yana bitta qilib yuborsalaring, kanani tay-tuy bilan qirib yuborasizlar. Iloji bo'lsa buni 2 oyda hech yo'q 1 oydan o'tkazib bir erinmasdan qilsalaring, juda ham effekti yaxshi bo'ladi. Tovuqlar qiynalmaydi. Bu taxta kanani endi ko'pchilik biladi. Juda ham tovuqni kushandasi bu. Xo'p, o'zi kechasi chiqadi, misol kunduzi ko'rmaysiz uni, kechqurun chiqib tovuqni oyog'idan chaqib oxiri o'limgacha olib boradi holatini do'stlar. Qani bo'lsa boshladik. Mana do'stlar, naporlari zo'r. Umuman hech qayerda devor, teshiklar hech qayerda qolmasin. Hidi kuchli do'stlar. Yosh bolalarda ehtiyot qilasizlar. Tovuqni ham kirgizmay turasizlar. Kami 2-3 soat bo'lsa, bir kun kirgizmasalaring, nur ustiga a'lo bo'ladi. Mana shunaqangi shuvog'i yo'q devorlarda aralariga bular uya qurib tuxumlab razabalalaydi. Juda ham rasvo narsa. Men buni orqasidan ko'p tovuqlarimni yo'qotganman. Ana do'stlar. Xo'p, shipperlarni mana reykalarigacha urasizlar buni iloji boricha. Bu hamma joyga taxtani vujudiga kirib oladi. O'zi tovuqxona qilganda iloji boricha taxtani kam ishlatish kerak. Endi bizniki vremenki, xudo xolasa temirdan qilib, chiroyli qilib qilamiz, shuvoqli qilib. Bu vaqtinchalik, endi hisobimiz hozir shunga yetgani uchun vaqtinchalik qilganmiz buni. Mana do'stlar, mana shuna taxtalar arasiga, ichigacha vujudiga kirib ketadi. Ayamasdan sepaverasizlar. Bizniki bu turishda yetmaydi ham shili. 10 litr tayyorlaganman. Bitta katada o'ziga 10 litr ketdi boya. Bu tovuqni chaqib tovuqingiz ovqat yemay turaveradi, isitma chiqarib yuboradi tovuqqa bu. Juda rasvo narsa o'zi bu kana. Bu o'zi zaharli narsa, o'shancha tovuqlarni kiritish tavsiya qilinmaydi do'stlar, darvoda. Bu qurigandan keyin oldin bitta tovuqxonani tozalab olishlar kerak. Yem-idish, suv-idishlari qolmasin. Hozir operatorimiz qochib tursa, eshiklariga ham sepib olamiz. Shu iloji bo'lsa maska yoki chitromol baylab olinglar.
Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bittadan like bilan kommentariy yozib ketinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.